Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bolsun. Xitayning Angliyadagi bosh elchixonasi 21-iyun kuni axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va arzi bilan 2020-yili 9-oyning 3-kuni Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasiga, uning bosh sudchisi Jeffrey Nice apandiga, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga, qurultayning raisi Dolqin Aysa apandimga va sudda guvohlik bergan Sayragul Saudboy va Adrian Chenslarga talablarcha hujum qildi. Xitay elchixonasining bayonotchisi muxbirlar qilgan so'zda yana konu muqomini to'lab, atalmış Uyg'ur alayda soti bo'lsa shaxslarning kepili bo'lish bilan shirkat xarakterida Angliyada qurilgan bo'lib, butunlay ommaviy xarakterlik bir tashkilot. Uning qonun bilan hech bir aloqasi yo'q. O'ziga sot degan bu ismni o'g'irlab qo'yib olgan. Amerika iqtisod jihatdan yordam qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsa, Uyg'ur alayda sotining eng chong iqtisodiy teriki bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi barliq kelgandan buyon BDT tarafidan terrorist tashkilot deb atalgan Sharq Turkiston islom harakati bilan til biriktirib, Şinjan'da zo'ravonlik tusini olgan bölgünçilik hareketlerini planlab keldi deb bildirdi. Xitoy bayonotchisi so'zda yana Uyg'ur alayda sotining bosh sudchisi Jeffrey Nice bo'lsa Angliyaning bexatarlik xodimi. Sotda guvohlik bergan atalmış tadqiqotchilar bo'lsa uzun mezgillardan buyon Jungoga qarshi turib kelgan Adrian Chensga o'xshagan ig'vogar aldamchilardan iborat. Adrian Chens orqa-orqadan ig'vo tarqitib kelgani uchun sotga berildi. Atalmış guvohchilarning biri bo'lgan Dolqin Aysa bo'lsa Jungo hukumati tomonidan terrorist deb bekitilgan bir bölgünçü unsur. Sayragul Saudboy bo'lsa bir aldamchi kazzab deb chalvoqidi. Xitoy bayonotchisi so'zda yana Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining mavjudligini, majburiy emgak tuzumini butunlay inkor qilish bilan birga, bularning hammasi Jungoga qarshi kuchlar tomonidan o'ydirib chiqarilgan yolg'onlar. Uyg'ur alayda sot bo'lsa bir teatrxona. Uningda guvohlik berganlar bo'lsa eng to'van darajalik artistlar deb jo'yladi. Analizchilar Uyg'ur sot kollegiyasining 2021-yil 12-oyning 9-kuni chiqargan hukmnomasining ta'sirining kundan kuniga ishib berishining va xalqaro organlar, hukumatlar, parlamentlar va kishilik huquq tashkilotlarining Uyg'ur sot kollegiyasining hukmnomasi muhim qonuni asos sifatida foydalanib kelishining Xitoy hokimiyatini qattiq aloqasida qilayotganligini. Bu sababdan Uyg'ur sot kollegiyasining Xitoyning eng asosli hujum nishonlarining biri bo'lib kelganligini bayon qilishmoqda. Yevropa parlamentining 9-iyun kuni Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarini asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan qo'rqinchli qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik xavfi deb olgan qarorda Uyg'ur sot kollegiyasining hukmnomasining muhim dalil sifatida o'rin olishi Uyg'ur sot kollegiyasining tarixiy ahamiyati va qiymatini yana bir qatim ro'shan holda ko'rsatib bergan edi. Amerika prezidenti Joe Bidenning o'tgan yil 12-oyda imzo qo'yish bilan rasmiy qonunga aylangan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni 21-iyundan e'tiboran rasmiy ijro qilinishga boshlab, Sharq Turkistondan kelgan mahsulotlarning Amerikaga kirishi rasmiy cheklanishga boshlagan edi. Shu kuni Xitoy tashqi ishlar ministrligi bilan Xitoy savdo ministrligi darhol bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistondagi majburiy emgak tuzumining mavjudligini butunlay inkor qilish bilan birga, Amerikani ig'vo tarqitib Xitoyning ichki ishlariga aralashish, Xitoy shirkatlarini ziyonga uchirtish bilan aybladi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin qilgan so'zida, Amerika yolg'onlarga tayinib turib atalmış Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni tuzib chiqib Şinjandagi munosabatli korxona va shaxslarga embargo yurgizdi. Bu bir yolg'onning davomi. Shundaqla Amerikaning kishilik huquqni qalqon qilib turib Jungoga qaratgan besimning yuqori pallaga chiqishi. Amerika xalqaro savdo qonunlariga xiloflik qilib, xalqaroliq savdo munosabatlariga ziyon selyotdi. Amerikaning bu qilmishi mag'lubiyat bilan oxirlashadi deb bildirdi. Xitoy savdo ministrligining bayonotida Amerika tarafining asli maqsadi Jungoning obraziga dog' tekkizish, Jungoning ichki ishlariga aralashish, Jungoning taraqqiyotini cheklab Şinjanning gullanishi va muqimligiga buzg'unchilik qilishdan iborat deb ko'rsatildi. 21-iyundan e'tiboran rasmiy ijro qilinishga boshlagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga asosan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilib, Amerikaga import qilingan mahsulotlar qarta Amerika tamojnasida qattiq tekshirish yo'lga qo'yilib, import qiluvchilardan bu mahsulotlarning Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishligi yo'qligini qoyil qilarlik dalillar bilan isbotlash talab qilindi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Xitoyning Sharq Turkiston ishlab chiqargan paxta, pomidor va quyosh energiya taxtasining asosli materiali bo'lgan ko'ktosh, ya'ni polisilikon mahsulotlari Amerika tamojna doiralarining nuqtaliq ta'qib qilish nishonlarining biri ekan. Bu qitimqi qonun Sharq Turkistonda majburiy emgakning chetilish ko'lamining intayin keng bo'lishi, uni tekshirish va farqlantirishning mushkulligi, rayonda ishlab chiqarilgan har qanday material yoki mahsulotning majburiy emgak bilan bulg'anish xavfining mavjudligini chiqish qilgan. Shunga Amerika tamojna doiralari shirkatlarning import mahsulotlarining kelish manbasiga oid aniq va qoyil qilarlik dalillar bilan ta'minlashni talab qildi ekan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining muhim bir tarafi bo'lgan Uyg'ur majburiy emgakini oxirlashtirishni maqsad qilgan kuchli bir qonun bo'lib, u yana Amerikaning dunyo miqyosidagi
kishilik huquqini ilgari surish o'zining qimmat qarashini qo'g'dashdagi jiddiy tadbiri hisoblanadi ekan. Qozog'iston va Qirg'izistonlardagi Uyg'urlar orasida Dunyo Uyg'ur qurultayining sohibxonligi va 20 dan ortiq tashkilotning moddiy yordam bilan 26-maydan 28-maygacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 2-chi navbatdagi Sharq Turkiston Milliy Kengashining ro'yini yetkazish faoliyatlari davom qilmoqda. Milliy Kengash yig'inidan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayining Qozog'istondagi oliy maslahatchisi Qahramon G'o'janberdi, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmetov, Qurultayning muavin bosh taftishi Abdurim Qurbonov va Qurultay ma'rif komitetining mudiri Dilnara Qosimova boshchiligidagi Qurultay hay'ati Almuta va uning atrofidagi Uyg'ur noyillarini ziyorat qilib, u yerda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizga Milliy Kengashning mazmuni va Milliy Kengash tarafidan e'lon qilingan xitobnoma haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Qozog'istondagi qarindoshlarimizning Milliy Kengash va Qurultay haqidagi fikrlarini anglagan edi. 20-iyun kuni yana Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining idorasida ittifoq jamiyatining yigit boshlari va faoliyatchilarining qatnashi bilan 2-navbatdagi Sharq Turkiston Milliy Kengashining ro'yini yetkazish yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'inda Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining raisi Asqar Qosimi o'z so'zida 26-maydan 28-maygacha dunyoning 23 davlatlarida faoliyat yurgizayotgan 70 ga yaqin Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlaridan 200 atrofida vakillar qatnashganligini, 3 kun davomlashgan Sharq Turkiston Milliy Kengashida muhim masalalar bo'yicha muzokaralar elib berilib, Sharq Turkiston Milliy Kengashining 8 moddadan tarkib topgan xitobnomasini qabul qilganligini aytdi. U yana Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandi mazkur kengashning yepilish marosimida qilgan nutqida bu qitimki kengashning Sharq Turkiston da'vosidagi g'oyat zo'r bir burilish ekanligini alohida ta'kidlab o'tganini so'zlab berdi. O so'zning oxirida İttifaq jamiyati buningdan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayining ish faoliyatlarini xalqimizga keng tashviq qilib, qurultayni moddiy va ma'naviy jihatda qo'llab-quvvatlashimiz kerakligini ta'kidlab o'tdi. Yig'inda Novopokrovka yezdining yigitbeshi G'ayrat Jahonov, Qirg'iziston Uyg'urlar ittifoq jamiyatining muavin raisi Akbarjon Bowdunov, Dunyo Uyg'ur qurultayining Qirg'iziston bo'yicha vakili Rozmuhammad Abdulboqiyev va siyosatshunos Abdurim Hofizlar o'zlarining fikrlarini bayon qilib, Milliy Kengashning xitobnomasini qizg'in olqishlaydiganligini ifoda qilishdi. Kanadada hokimiyat yurgizayotgan Liberallar partiyasining parlament a'zosi Samir Zubayri apandi Kanada hukumatini xatar ostida turayotgan Uyg'urlarni Kanadaga akilib o'rinlashtirishni talab qilgan bir taklif loyihasini tonishtirgan. Kanadaning nopuzliq axborot vositalaridan bo'lgan Yer shari va Maktublar gazetining xabar qilishicha, mazkur taklif loyihasi dal 2022-yillik Dunyo musofirlar kuni bo'lgan 20-iyun tonishtirilgan bo'lib, bu vaqtliq panohlanib turayotgan oz deganda 10 ming nafar Uyg'urni Kanadaga akilib o'rinlashtirishni maqsad qildi ekan. Yer shari va Maktublar gazetining xabarida aytilishicha, bu taklif bu yil kuzda munozir qilindi ekan. Garchi bu taklif loyihasi majburlash kuchiga ega bo'lmasa-mu, ammo parlament a'zosi Samir Zubayri o'zining keyingi oylarda bu haqda yanada ko'p qo'llashga erishadiganligi va buning amaliyotga aylanadiganligiga ishonchisining yuqoriligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta apandi bo'lsa, xatar ostida turayotgan Uyg'urlarni Kanadaga yo'tkab kelish masalasida zo'r tirishchanlik ko'rsatib kelgan siyosiy faoliyatchimiz bo'lib, Mehmet To'xta apandim yuqorqi taklif loyihasining tonishtirilishi haqida to'xtalib, Uyg'urlarni Kanadaga yerlashtirish masalasida har qaysi partiyalarga tava parlament a'zolari orasida fikr birligi bo'lganligidan bu loyihaning to'solg'usizda hukumatga yo'llanganligini aytdi. Mehmet To'xta apandining bildirishicha, agar bu taklif loyihasi reallikqa aylansa, Turkiya qatorliq davlatlarda rasmiyatsiz turayotgan va Xitoy qaytarilish xavfiga duch kelayotgan oz deganda 10 ming Uyg'urning xotirjamlikka erishishiga turtki bo'ldi ekan. Bu kishilar Kanadaning davlat kapolati bilan va hatto Kanadada o'ltirishlik rasmiyatlar bilan birlikda Kanadaga elib kelindi ekan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.